Hurmatli obunachilar, pikap mashinamizni ham shu mezalasalar deyarli yakunlab oldi. Ko'rishingiz mumkin. Mahkam qilib qo'yildi. 2 silo chiroyli o'tildi. 3 silo obshivkaga yopishtiramiz doimida. Orqa bagajlari davom ettirib qo'yamiz. Old eshiklari bilan ham cho'tki qilib bekamikosga o'tildi. Igrut qismlari. Hamma provodlar o'landi, o'ralish kerak bo'ladi. Bunisi torpedka qismi bo'ladi. Doim hammaga qiziq bo'lgan. Qanaqa material ishlatasizlar, qanaqa qilasizlar deb. Buni ham har bitta detalni esdan chiqazilmaydi. Hammasiga ishlov beriladi alohida. Magnitofonlargacha bo'lgan. Bardichoni ichlarigacha bo'lgan. Xudo qilingan Yusufxon bardichoni ham bitta ko'rsatib o'tadi. Mana akalar. Birni bososani taraflamani ham bo'ladi. Xullas shu izolyatsiya xizmatlari bo'yicha aloqaga chiqarasizlar o'zimizga. Shunaqa tipda qilib 2,5 million so'mdan qilib beramiz. Hammasi STP Elite mahsulotlari. Polga 3 mm, ikkinchisi 6 mm bo'lgan elektronimiz. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Bu videoni tanish bilishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Tanlovda adashmadi.